Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abu Talibning Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan suylashib qorovining natijasi bo'lmay. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam islom dinina chaqiruvin to'xtatmag'ach, Makka mushriklari onun bilan suylashib qorarga o'ylaganlar. Allohning elchisi dinga chaqira boshlag'ach, biram kishi dinga yaqinlashgach, Arablarning dini putsunlari ehtiromsiz qolg'ach, natijada mushriklarning manfaatlarına qarşı kelgach, yig'ilishib payg'ambarga yo'l tutdilar. O'z makirli fikrlarin ona söylediler. Ey Muhammad, yana dinning ziyonin biz ko'ramiz. Darajali o'rinimizni yo'g'altirmiz deb qo'rqamiz. İki yoqda rizo bo'lgan yo'lga seni chaqiramiz. Bir yil tobinirmiz sening Allohingga. Ikkinchi yilni tobinirmiz bizning putsunlarga. Sina da yaxşı bulur bizga da. Sening dinni de tutarбыз biznikin de. Kerak bo'lsa tobinirбыз sening Allohingga. Keraksa putsunlarni Allik Rabbing sifatında. Müşriklerning bu sözleri peygamberning yuragine tiydi. Göz qarashi qiristlandı, jiddilendi. Nishik etib islom dinin mejusilik bilan qo'shib bo'la. Allah'ının ko'rkam sifatlarin boshqa yerdan izlab bo'la. Allah dini zulumlikdan shigarabit bari nurga, boshqa dinlar chaqirabit kishilarni bari o'tqa. Boshqa ilah yo'q bit Allohdan boshqa, nishi xiyonat etib bo'la g'alamlarning Robbisina. Ol kafirlar so'zlarına Allohdan javob keldi. Kafirlarga bag'ishlangan sura indi. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.